Ushbu videoda normal terini qanday aniqlash, uni qanday parvarishlash va qanday saqlab qolish haqida gaplashamiz. Qolaversa, normal terida kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni oldini olish haqida ham to'xtalib o'tamiz. Teri turi haqida. Normal teri yog' ishlab chiqarish, teri namligi va himoya qatlami balansda ekanligini bildiradi. Shuning uchun ortiqcha yog'li yoki quruq bo'lmaydi va tashqi stimullarga ortiqcha reaksiya bildirmaydi. Normal teri o'ziga ko'p e'tibor talab qilmaydi, lekin tashqi zararlardan himoya qilish va terini himoya qatlamini mustahkamlovchi harakatlarni bajarish teri holatini yaxshi saqlashga yordam beradi. Teri turini aniqlash. Sizning teringiz turi normal ekanligini quyidagi sifatlardan kelib chiqib aniqlash mumkin. Tashqi ko'rinish. Terining rangi bir tekis bo'lishi, ya'ni rangdagi disbalans kuzatilmaydi. Ko'zga ko'rinadigan yorug'lar yoki teri ko'chishi kuzatilmaydi. Yaltirash va nur qaytarish ham bo'lmaydi. Qizarish va sezuvchanlik kam yoki umuman kuzatilmaydi. Teri po'ralari esa ko'zga ko'rinmaydi. Ushbu teri turi sizda bo'lsa, teri mahsulotlarini ishlatmasdan ham teringizni qulay his qilasiz. Juda quruq yoki yog'li tuyulmaydi. Sezuvchanligi yuqori yoki qattiqlik ham bo'lmaydi. Normal teriga barmoq bilan tekkanda juda yog'li yoki juda quruq tuyulmaydi. Teri teksturasi esa normada bo'ladi. Tekkanda yumshoq va silliq tuyuladi. Mavsumdan kelib chiqib quruqlik yoki yog'lilik kuzatilishi mumkin. Ushbu teri turi boshqa turlarga qaraganda ko'p e'tibor talab qilmaydi. Terini turli zararlardan himoya qilishni o'zi kifoya. Kimlarda uchraydi? Bolalar va 20-30 yoshdagi kattalarda bo'ladi. Normal teri turi uchrash darajasi bo'yicha yog'li va aralash teridan keyin turadi. Parvarishlash tartibi. Normal terini parvarishlash uchun quyidagi mahsulotlar tavsiya qilinadi. Tozalovchilar, quyoshga qarshi krem, namlantiruvchi, vitamin C va niatinamid saqlovchi serumlar va yengil eksfoliantlar haftada 1-2 marta ishlatish. Normal terida yog' ishlab chiqarilishi, sezuvchanlik, quruqlik me'yorda bo'ladi. Ammo bu teri parvarish talab qilmaydi degani emas. Ushbu mahsulotlar terining salomatligini saqlab qolish va keyinchalik turli muammolar kelib chiqishini oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Foydalanish tartibi. Yuzingizni yengil tozalovchi bilan yuvib tashlang. So'ngra vitamin C yoki niatinamid asosidagi yengil serumlardan foydalaning. Bu terini yorqin qiladi va qarishini oldini oladi. Undan keyin yengil lekin yetarli namlik beruvchi gel yoki krem surtish mumkin. Har kuni ertalab quyosh kremidan foydalaning. Bu terini erta qarishdan himoya qiladi. Haftasiga 1 yoki 2 marta yengil eksfoliatsiyadan, ya'ni PHA yoki laktik kislotadan foydalanishingiz mumkin. Bu terini yallig'lanishdan himoya qiladi va silliqligini saqlaydi. Tarkibiy qism. Ushbu teri turini parvarishlash orqali mavjud sog'lom balansni saqlab qolish, tashqi zararlardan himoyalash, kelgusida qarish, quruqlik va teri rangining o'zgarishini oldini olishdir. Tavsiya qilinadigan mahsulotlar. Niatinamid, vitamin C tanadagi antioksidantlarga yordamchi vazifasini o'taydi va teringiz bir tekis bo'lishini ta'minlaydi. Gialuron kislota teri namligini saqlashga yordam beradi. Barcha quyosh nurlaridan himoyalovchi quyosh kremi UVA va UVB dan himoya qiladi deb belgilanadi. Bu quyosh nuridan himoyalaydi. Keramid, inglizchasiga ceramides deyiladi, teri barrierlarini mustahkamlaydi. Ushbu teri egalari saqlanishlari kerak bo'lgan ma'lum turdagi vositalari yo'q. Faqat me'yorga e'tibor berish va fasl o'zgarishiga qarab teri parvarishlash tartibini biroz moslashtirish kifoya qiladi. Tavsiyalar. O'zingiz uchun sodda, doim qilish mumkin bo'lgan teri parvarishlash tartibini tuzib oling va unga doim amal qiling. Terini quyoshdan kundalik himoyalang. Quyoshga qarshi krem yoki bosh kiyimlardan foydalaning. Shaxsiy gigiyenaga e'tiborli bo'ling. Toza sochiq, toza yostiqdan foydalaning. Bu teri turi o'ziga ko'p e'tibor talab qilmaydi, lekin shunda ham teridagi o'zgarishlarga e'tiborli bo'lish muhim. Kollagen tanamizda qanday o'rin tutadi? Ekrandagi video orqali bu haqida bilib oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.